sizlar bilan mexatronika fanidan tajriba ishimiz. Xo'sh, aqlli issiqxonani parametrlarini boshqarish bo'yicha mavzu va o'z navbatida tuproq namligini ham boshqarish mavzusi bo'yicha ham ikkalasini birgalikda olib boramiz, chunki tajriba qurilmamiz ikkalasi bir mujassamlashgan bo'lganligi sababli ikkalasini birdaniga olib borishga tavsiya qilamiz. Demak, mana kerak bo'ladigan bizga jihozlarimiz birinchi navbatda oldindan tayyorlangan, demak mana laboratoriya qurilmalarimiz yig'ilgan maketi. Xo'sh, birinchi navbatda bu yerga o'rnatilgan, demak Arduino Uno mikrokontrolleri, DHT11 harorat datchigi, xo'sh, va relaylar majmuasi, USB kabel, demak port kompyuter yordamida bog'lash uchun, ya'niki ta'minotni ulash uchun ham kerak bo'ladi bizga. Ulovchi kabellar, demak DHT11 ning moduli. Xo'sh, shundan so'ng demak LM 300 EL69 gigrometri va uning moduli. Xo'sh, kichik o'lchamdagi, demak suv nasosi, suv zaxirasi va o'z navbatda issiqxona bo'lganligi sababli tuproq mana bu yerda demak joylashtirganmiz va uni namligini boshqarish uchun, yana haroratini boshqarish uchun demak kerak bo'ladigan ventilyator, ya'ni sovutish va havo almashish, namligi oshganda havoni almashtirish, tuproq namligi kamayganda demak gigrometrni hisobida motorning ishlashini kuzatib ko'ramiz. Demak bu ishimiz bo'yicha relaylar bor. Prinsipal ishlash prinsipini tushuntiradigan bo'lsak, demak tajriba ishimizda Arduino bilan gigrometr o'rtasida demak modul orqali o'rnatilgan va ulovchi kabellar yordamida ulab qo'yilgan va kodlashtirilgan, ya'ni programmalashtirilgan. Xo'sh, gigrometr tuproq namligiga qarab uning kuchlanishi, qarshiligi o'zgarishi hisobiga signalni yuboradi. Signalni olib, demak Arduinoga kirish portiga analog signal yordamida demak uzatib ma'lumotni beradi. Arduino esa kerakli kod yordamida uni tushungan holda raqamlarga o'zgartirib nasosni ishga tushirish kerak. Agar namlik kamayganda tuproq namligini kerakli me'yorda saqlab qolish uchun nasos ishga tushadi va o'sha tuproqqa suv nasosi yordamida suvni yetkazib namlantirib turadi. Va suv namlanganligi sababli u yerda qarshilik kamayib, kuchlanish ortaveradi va shu hisobiga namlik kerakli me'yorda bo'lganligi bois nasos keyin ishdan to'xtaydi va tuproq namligi o'z me'yoriga yetgandan keyin demak foizlar hisobida tuproq namligini demak boshqarib turish mumkin mana shunday holatda. Ikkinchi navbatda aqlli issiqxonamizda demak havo namligini, issiqxonadagi havo temperaturasi va namligini boshqarishda demak bizda ventilyator kerak bo'ladi. Temperaturasini boshqarishda boshqa tizimni ham, issiqlik tizimini ham ulash mumkin. Arduinoda o'zi bizda bu yerda issiqlik tizimi ulanmay qolgan. Demak havo namligini me'yorlashtirish, agar namlik oshib ketsa ventilyator ishlashi kerak, yoki temperatura oshib ketsa ventilyator havoni almashtirib aqlli issiqxonani haroratini tushirishi kerak bo'ladi. Mana buni oldindan ulab qo'yilgan bo'lsa agar, demak mana portga uladik, mana shunday qilib ulasak agar, demak hozir bizda ventilyator bir ishlamayapti. Demak bu degani temperatura juda yuqori hozir xonada. Demak
25 gradusda o'zi qo'yilgan. Demak, hozir xona harorati 27-26 daraja bo'lganligi sababli, demak bu ishlab nima qilish mumkin. Yana uni ishlashmasligini harorat datchigiga DNT11 ham namlik, ham havo namligi, ham havo aqlli issiqxonadagi temperaturasini ham o'lchay oladi. Shuning uchun demak buni oldin ozgina qizdirsak agar, demak ventilyator ishlab ketish ehtimoligi juda katta bo'lishi kerak. Mana shunday qilib, demak aqlli issiqxona hamda tuproq namligini boshqarish uchun tayyorlagan videorolikimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kerakli ma'lumotlarni demak modul tizimida yuklangan tajriba mashg'ulotini uslubiy ko'rsatmasidan borib olib, demak kerakli kodlarni, ya'ni programmalarni o'rganib chiqasizda. Modul tizimiga demak kerakli o'zgartirishlar, ya'niki haroratni masalan 25 emas 20 gradusda yoki bo'lmasa 25 emas 23 gradusda mana shunaqa qilib, yoki tuproq namligini prosentlarini o'zgartirgan holda, demak bu narsalarni bizga yuborishingiz kerak bo'lib qoladi. Shu bilan mana videorolikimiz yakunlandi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.